Barchangizga assalomu alaykum. Siz YouTube olamida Doktor Uz kanalini tomosha qilmoqdasiz. Sizlar bilan sizlarning shifokorlar Muhammad. Xo'p, hurmatli aziz vatandoshlar, o'tgan safarga chiqqan ikkita videomiz haqida ko'pchilik bilmas ekan, bu olatni katta qilish va porno kinolarda zarari va foydasi haqida. Ushbu videolarni ko'rib, o'zingizni fikr-mulohazalaringizni bildirishingizni xohlab qoladik. Bundan tashqari, meni like bilan qo'llab-quvvatlayotganlar uchun hammalariga kattakon rahmat. Hurmatli aziz vatandoshlar, bugungi mavzu prostata bezi kasalligi mavzusi bo'ladi. Bu erkaklarda uchraydigan kasallik, ya'ni erkakning ikkinchi yuragi kasalligi desak ham bo'laveradi. Ko'rib turganlaridek, bu erkaklik jinsiy a'zolari. Ya'ni quvuq, urug' xoltasi, mayaklar, labkovaya yachas, olatni o'zi, siydik chiqarish a'zosi, orqa proxod va mana qashtan yong'og'ichalik kattaligida, ya'ni normada 20 sm kubdan 30 sm kubgacha bo'ladi. Mana ko'rdinglar aziz vatandoshlar, prostata bezi yoshi va uning razmerlari chiqdi. Xo'p, prostata bezining funksiyalari qanaqa degan savolga quyidagicha javob beramiz. Prostata o'zi nima? Prostata bezi bu erkaklarga xos bo'lgan polavoy organ, ya'ni jinsiy a'zo organi. Buni vazifasi siydik chiqarish vaqtida kronik vazifasi, sperma chiqarayotgan vaqtda, inson aloqa vaqtida spermani suyuqlashtirib, unga sperma sokini qo'shib beradi va undan tashqari unga 5 alfa dektruktaza degan modda qo'shib beradi. Undan tashqari jinsiy aloqa vaqtida olatga impuls berib turish xususiyati ham yo'q emas. Undan tashqari organizmda libidoga bo'lgan nimani oshiradi va testosteron va gidrotestosteron sintezida qanchadir miqdorda albatta o'z faoliyatini, o'z hissasini qo'shadi. Prostatit o'zi nimaga aytiladi? Prostatit shu boyaga aytganimdek prostata bezi organini shamollashi. Buni ikki xil turga bo'lib olsak bo'ladi. Bakterial va abakterial, ya'ni ostriy prostatit va xronический prostatit. Bakterial prostatit bu har xil shamollashlar, issiq sovuq bo'lib qolish yoki ko'p o'tirish yoki shu kabi holatlarda yoki bo'lmasa jinsiy aloqa yo'li orqali yuqadigan infeksiyalarda va hokazo infeksiyalarda olatning uretra turbasi yo'li orqali kirgan infeksiyalarda ham prostatit kasalliklari chalinish mumkin. Bu bakteriya bo'lishi mumkin, zamburug' bo'lishi mumkin, virus bo'lishi mumkin va hokazolar. Endi abakterial prostatit nima degani? Abakterial prostatit prostata bezi kasalligi vaqtida uzoq vaqt sog'liq va sog'liq salomatligingizga e'tibor bermaysiz va shuni hisobiga prostata bezingiz doimiy, ya'ni xronический forma kasallikka o'tib qolishi mumkin. Aytgancha azizlar, bugungi videoni ko'rsanglar oxirigacha ushbu videoda prostata bezini uy sharoitida qanaqa qilib diagnostika qilish haqidagi maxsus test varaqligacha ko'rsatamiz va 5 ta yoki 6 ta asosiy prostata bezida ketadigan preparatlar haqida ham gaplashib o'tamiz. Undan tashqari juda ko'pchilik YouTube'dagi urologlar yoki YouTube blogerlar aytmagan STEMI va Myers analizi haqida ham gapirib o'tamiz. Prostatit kasalligi bu bakterial va abakterial deb aytib o'tdik. Bakterialdan boshlaymiz. Bu ostriy faza bo'ladi, ya'ni tez kechuvchi. Ikki prostatit xastaligida ham bu xronический yoki oddiy formami shikoyatlar bir xil bo'lishi mumkin. Birinchisi jinsiy aloqani sifati yaxshilanmay qolishi mumkin. Ertamanda ereksiya bo'lmasligi mumkin. Siyganda qoldiq hissi paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni siygandan keyin yana siydik qoldiq hissi paydo bo'lishi. Siydik vaqti tomchilashi mumkin yoki siyib bo'lib olatning uchiga qog'oz yoki kesak tutib zamogijni yopganingizdan so'ng yana bir ikki tomchi siydik chiqishi mumkin. Undan tashqari olat friksiya vaqtida so'lib qolish ehtimoli ham yo'q emas va siydigingiz ikkiga bo'linib chiqib turib, keyin yana birga qo'shilib siyish oqibatida shu shikoyatlar bo'lishi mumkin va bu prostatit kasalligining alomati bo'lishi mumkin. Undan tashqari ushbu alomatlar boshqa kasallik haqidagi ham organizmni sizga berayotgan bir impulsi bo'lishi mumkin, ya'ni bir informativ shunaqa bir holati. Xo'p, endi nima qilamiz? Birinchi o'rinda bizda O'rta Osiyo mamlakatlarida ajoyib holat bor, bu chet elda ham bor. Albatta, UZIga tushiladi va UZIda prostata bezining obyomi sal kattalashgan bo'lsa yoki shunaqa holat o'zgarish bo'lgan bo'lsa, o'ziga darrov prostatit tashxis qo'yib oladi. Bu juda noto'g'ri ish. Prostatit deb tashxis qo'yish uchun maxsus analizlar qilish kerak. Agar sizning yoshingiz 40 dan o'tgan bo'lsa va sizda prostatit kasalligi qo'yilgan bo'lsa, unda PSA va PSA spesifический antigen degan analiz topshiriladi va hattoki prostata spesifический antigen svobodniy deb ko'riladi. Bunda prostata bezi kasalligi adenomasi yoki bo'lmasam доброкачественное образованияsi onkologiyaga moyilligi bormi, ya'ni rakka moyilligi bormi yoki yo'q haqidagi ma'lumot bo'ladi. Yana qanaqa analizni topshirsangiz bo'ladi? Umumiy qon siydik topshirsangiz bo'ladi, leyka formula bilan va biokimiya topshirsangiz bo'ladi. Biokimiya analizida ALT, AST, bilurbinda hamma turi, kreatinin, mochevina va hokazolar buyrak va jigarning ishlash faoliyatiga javob beradi. Chunki buyrak va siydik chiqarish a'zolari kasalligida ham albatta siydikda dimlanish, tutilib siyish, siyishdan keyin tomchilash yoki tez-tez peshob qilish ham bo'ladi. Aytgancha boyni aytaman deb unutibman. Prostatit kasalliklarida kech payt peshobga turish ham bo'lishi mumkin. Undan tashqari yana qanaqa analizlar qilish mumkin? Endi undan tashqari ertaman uyg'onganingizdan keyin peshob qilmasdan borib, olatni uchidan mazok olib mikrofloraga tekshirtirib qo'yish kerak.
Endi azizlar, hammasini tekshirdik, hammasi yaxshi chiqdi. Nima qilamiz? Endi urolog yoki androlog yoki terapevt yoki tanish shifokorlaringiz bilan maslahat qilasiz. Undan tashqari prostata bezini juda yaxshi tekshirish usuli bor. O'zingizda bu truzi deydi. Ya'ni maxsus datchigini qo'yib, orqa ananiy proxoddan kirib, ya'ni kod teshigimizdan kirib prostata bezimizni ko'radi. Buni razmerlari va holatini aytib beradi. Sababi prostata bezi axlat chiqarish a'zosi, ya'ni shu ko'tan ichakka juda yaqin joyda joylashgan. Endi biz STEMI va Myers analizlarini ko'ramiz. Mana editorimiz ekranga chiqarib turibdi. Xo'p, azizlar, ko'rib turgan rasmiylar analiz mochi sekreta prostati po metodu Myers и STEMI. Ushbu analiz quyidagicha qilinadi. Bemorni ushbu analiz qilishdan oldin 5-6 kun jinsiy aloqadan saqlanadi. Analiz qilishdan oldin gigiyenik holatiga e'tibor beriladi. Ya'ni o'sha choq oralari, boshqa joylari qirilib, tozalanib, artiladi. Undan tashqari analiz olishdan 1 kun oldin bemorni klizma qilgan holda tayyorlab olinadi. Xo'p, bemorga 400 ml suv ichiladi va ertamangi peshobini birinchi 10 ml ni birinchi stakanga peshob qiladi va peshobni to'xtatib, ikkinchi stakanga peshob qilinadi. Bu 100-150 gram. Undan keyin yana to'xtatiladi. Keyin 3-chi stakanga prostata bezini massaj qilgan holda prostata so'ki olinadi va mana ko'rib turibsizlar, 4-chi stakanga prostata so'ki olingandan keyin qolgan siydikni chiqariladi. Xo'p, azizlar, mana ko'rdinglar, prostatani so'kidan tortib, prostatada so'kini olingandan keyin siydik qo'shib siyishi. Bu analizimiz jicha yoqimsiz analiz, sababi bu holatda siydik peshob chiqqanini to'xtatish, uni yana qayta zapuskать qilib, prostata bezi massaj bo'lgandan keyin prostata so'ki bilan siyish haqiqatan jicha noqulaylik keltirib chiqarishi mumkin. Lekin ushbu olingan probalar steril idishga olinadi. Stakan, bu yerda stakan turibdi, lekin stakan ham steril va talabga javob berishi kerak. Olingan analizlarda bak laboratoriyaga jo'natiladi va u yerda mikroskop orqali tekshiriladi yoki bo'lmasa maxsus bak laborantlari tekshirib sizning holatingiz haqida ma'lumot beradi va shunga qarab organizmdagi, ya'ni shu prostata bezidagi yoki bo'lmasa siydik yo'lidagi infeksiyangiz antibiotikka qay darajada qarshiligi bor, ustunligi bor, bu antibiotik probalari ham unda tekshiriladi. Antibiotik resistentness yoki bo'lmasa virus bo'lsa proteovirusning yoki grippli bo'lsa proteogripkoviy testlar qilinadi. Xo'p, azizlar, uy sharoitida qanaqa qilib prostatit bormi, yo'qmi degan savolga biz quyidagicha javob beramiz. Ushbu maxsus mana sizlar ko'rib turgan test qog'ozi, boyaga aytganingiz blankga, ushbu blankani o'zingizlarga telefoningizlarga ham yoki bo'lmasam rasmga olibmi yoki chiqaribmi maxsus printerdan ushbu savollarga javob berasiz va pastda ballarni keyin o'zingiz ko'rib, javobingizdan qoniqib ko'rib va ushbu ballarga tagidagi savollarga javob bo'ladi va siz o'zingizda prostatit kasalligi bor yoki yo'qligi haqida javob olasiz. Xo'p, azizlar, davom etamiz. Endilikda prostata bezini davolash uchun aytadigan 5 ta dori. Ushbu dorini albatta ichishdan oldin instruksiyasini o'qib chiqing. Har qanaqa dorini unutmang, bir jonga yaxshi joyga ta'siri bo'lsa, albatta uchun nojo'ya ta'siri bor va dorilarni albatta doktor bilan maslahat qilgan holda ichgan ma'qul. Ushbu videomizni darslik video sifatida qabul qiling, albatta aql tarozingizga qo'yib ko'ring. Birinchi aytadigan preparatimiz mana ko'rib turibsiz, bu Vitaprost preparati. Ushbu preparatni juda ko'pchilik yaxshi biladi. Bu juda ko'pchilik prostatit kasalliklar bilan chalinadigan yoki prostata bezida muammosi bor insonlar yaxshi biladigan dori. Buni bir kunda 2 mahal, ertaman kech payt 10 kun ichiladi, keyin yana 10 kunlikda bir mahaldan ichiladi. Bu 18 yoshdan kattalarga. Bugungi aytadigan hamma dorilarimiz pastda 18 yoshdan kattalarga, faqat bitta Duodat degan preparatimiz 25 yoshdan katta insonga. Xo'p, ikkinchi aytadigan preparatimiz bu xalq taniydi, bu televizorlarda reklamasi ham juda ko'p bo'lgan Prostamol Uno. Buni bittadan bir mahal 21 kungadan 3 oygacha ichilsa bo'ladi. Bu profilaktika qilish uchun ichsa bo'ladi yoki bo'lmasam prostata bezi kasalligida, adenoma prostata, hattoki prostata bezining onkologiya moyilligi paydo bo'lgan holatda ham ichiladi. Buni 2 mahal ichib bo'lmaydi. Buni abitgacha ichish kerak va buni ichgan vaqtda ovqatdan yarim soat yoki 40 minut keyin ichiladi. Bittadan bir mahal. 2 mahal ichsangiz yurak o'ynatish xususiyatiga ega. Uchinchi preparatimiz hozirda yoshi katta 40 yoshdan o'tgan insonlar orasida juda yaxshi effekt berayotgan va insonlarning yaxshi odziviga sabab bo'layotgan Tamsulazin preparati. Tamsulazin 0.04 gramda chiqadi. Ko'pchilik buni Tamsol deb ham biladi. Bittadan bir mahal ichiladi. Buni ham 21 kundan 3 oygacha ichilsa bo'ladi. Keyingi aytadigan dorimiz Duosterid. Bu prostata bezi kasalliklarini har qanaqa darajasida iloji boricha yaxshi ta'sir qiladi va buni kompleks terapiyaga qo'yishib ham ichsa bo'ladi. Oxirgi aytadigan dorimiz bu Duodat preparati. Buni tarkibi Tamsulazin va Duosterid, ikkita dori bitta bo'lgan va buni 25 yoshdan yuqorilarga tavsiya qilgan bo'lardi. Ha, aytgancha aziz vatandoshlar, prostata va prostatit kasalliklariga davolanayotgan vaqtingizda
retrogradniy evakuatsiya bo'lishi mumkin, ya'ni sizda jinsiy aloqa vaqtida sperma tashqariga emas, ichkariga, ya'ni quvuqqa qarab ketishi mumkin va peshob qilgan vaqtingizda siydingizga qo'shib chiqib ketishi mumkin. Bu shu vaqtda norma hisoblanadi. Va ba'zi xil prostatit kasalliklarida ham xuddi shunaqa retrogradniy evakuatsiya bo'lishi mumkin. Endi ko'proq kimlar prostata bezi kasalligiga chalinadi degan savolga, kam harakat insonlar, jinsiy aloqa qilmaydigan insonlar, ya'ni kam jinsiy aloqa qiladigan insonlar, semiz insonlar, sahr kasali bor insonlar va organizmda testosteron va libido kamayib ketishining oqibatida ham. Undan tashqari jinsiy aloqa orqali yuqadigan kasalliklar bor. Shu kasalliklarni albatta prostata beziga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Hurmatli aziz erkaklar, prostata bezingizga ehtiyot bo'ling. Har yilda 2 marta sharoitingiz bo'lmasam 1 marta urolog yoki maxsus shifokorlarga borib ko'rinib, o'zingizni yoshingizga mos checklist, ya'ni analizlar qildiring. Sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Men juda ko'p aytaman, insonning sog'lig'i bir yo'qolsa $1,000,000 ga tiklanmaydi. Keyingi olinadigan mavzumiz, xudo xolasa, ko'chadagi yuradigan jalab yoki popek qizlardan yuqadigan infeksiyalar haqida bo'ladi. Fikr mulohazalaringizni kommentariyada kutib qolaman. Siz prostata beziga chalingan bo'lsangiz, qaysi dorilardan foydalanyapsiz va hozirda prostata beziga chalinmaslik uchun nimalar qilyapsiz? Prostata beziga chalinmaslik uchun to'g'ri ovqatlanish kerak, piyoda yurishga odatlanish kerak, jismoniy tarbiya qilish kerak haftada 2-3 kun va albatta jinsiy aloqa doimiy bo'lishi shart. Halol va pok ayolingiz bilan. Harom xaridda hech qanaqa baraka bo'lmaydi. Undan tashqari tahorat qilib bo'lganingizdan keyin artib quritishni tavsiya qilgan bo'lardim. Choq oraliqlari va orqa proxod ko't teshik. Kuninglar xayrli va barakotli o'tsin. Sizlar bilan sizlarning shifokorlar Muhammad bo'ldi. Yana Doktor Uz kanalida ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'linglar.